Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda o'nglik so'ygin qo'zg'alingning kelib chiqishini o'qigan edik, endi davomini o'qiymiz. O'nglik Chang'anga kirgandan keyin uning kuchi nihoyatda jonlanib ketdi. Tang Xuanzong Shanshidagi Shinfeng noyasining g'arbiga kelganda o'zi bilan birga ketayotgan bosh vaziri Yang Gujungni o'ldirdi. Kişiler yana padişahni Yang Guifengni o'ltirishga qistidi. Chunki ular bu ikkisini davlatning beshiga balay afat akeldi deb hisoblaydi. İkisi o'ldirilgandan keyin Tang Xuanzong bilan birga ketayotganlarning uningga bo'lgan g'azabi pasaydi. Padişah shu joydan Qingduga qarab yo'lga chiqqanda, shahzoda Li Xing otasidan ayrilib qilib, Gansudagi Lingwu degan joyga keldi. U Tang sulosining mashhur davlat arbobi Guzining maslahati va qo'llashi bilan o'zini Tang Shuzong degan nomda podshoh deb e'lon qildi. Dal shu paytda isyanchilar orasida jidal chiqib, o'nglikni o'z o'g'li o'ldirdi. So'ygun o'nglikning o'g'liga bo'ysunmadi. Bundaq ahvolning yuz berishi Tang Shuzong uchun foydali edi. Yangi podshoh isyonni bostirib, aysh ishratik turmushini tezla asiga keltirish uchun Uyg'ur urxun qag'alliqidan harbiy yordam olish qaroriga keldi. Tang Shuzong milodining 757-yili Guzi boshchiligida Tang ordusida cho'ng amallar bo'lib ishlaydigan Uyg'ur Buku Qayin hamrohligida Qora Balo So'g'onga diplomatik elchilar o'miki avatdi. Jungo elchilari Uyg'ur urxun qag'ani Bayanchur bilan suhbat ilib berib, Tang davlatiga haqorat keltiradigan og'ir shartlarga ilojisiz ma'qul bo'lib, Uyg'ur qag'aliqining harbiy yordamiga erishdi. Tuzilgan bitimnomaga ko'ra, Uyg'urlar Chang'an bilan Loyanni isyanchilardan qaytarib olganda, shahardagi zimin, ibodatxonlar Tang sulosiga tava bo'ladigan, oltin, kumush, tovar-durdun, qiz cho'konlar bo'lsa Uyg'urlarga tava bo'ladigan. Uningdan boshqa Tang podshohi o'zining malika qizlaridan birini Uyg'ur qag'oniga yotliq qiladigan bo'ldi. Chiriklashgan Tang sulosining hukmronlari o'zlarining aysh ishratik turmushining tezroq asiga kelishini ko'zga tutib, bu bitimnomadagi mazmunlarning davlatining izzat obro'yini oyoq osti qildiganligi va xalqqa balay ofat akildiganligi bilan hisoblashmadi. Tuzilgan bitimnomaga ko'ra, Bayanchur milodining 757-yili o'g'li Yabg'u Tekin qo'mondonligida 50 ming kishilik otliq qo'shinni Jungoga avatdi. Uyg'ur otliq qo'shinlari Tang sulasi qo'shinlariga moslashib, isyanchilarga qarshi jang qildi. Shu yili kuzda ittifoqdosh qo'shinlar Chang'anning g'arbida bo'lgan urushda isyanchi qo'shinlarni tarmar qildi. Urushda mag'lub bo'lgan isyanchilar Chang'anni tashlab chiqib, Tongguanga chekindi. Birlashma qo'shin Chang'anga kirgandan keyin Yabg'u Tekin bitimnoma bo'yicha ish ko'rmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda Tang podshohi uningga agar Chang'anda bitimnoma bo'yicha ish qilinsa, Loyangdagilarga ta'siri yaxshi bo'lmaydi. U chaqda Loyangliklar isyanchilar tarafini oladi. Shuning uchun Loyang qaytarilgandan keyin andin har ikki shaharda bitimnoma bo'yicha ish ko'rsanglar deb yolvordi. Buningga Yabg'u Tekin unimadi. Oxiri Tang hukmronlari Yabg'u Tekinning onasiga yolvordi. Yabg'u Tekin onasining so'zini yer olmay, bitimnomani Loyang elingandan keyin ijro qilishga ma'qul bo'ldi. Ancha uzun o'tmay Yabg'u Tekin Loyangni isyanchilardan tortib oldi va Chang'an bilan Loyangda bitimnoma bo'yicha ish ko'rdi. Isyanchilar Chang'an va Loyangdan qo'g'lab chiqarilgandan keyin ularning ruhi tushib, harbiy intizomi bo'shishib ketdi. 759-yili So'ygun o'nglikning o'g'li An Qingshuini o'ldirib, uning qo'shinlarini tizginlab oldi. Uzun o'tmay So'ygunmu o'z o'g'li Si Chaoyi tarafidan o'ldirildi. Si Chaoyi o'zini seriq podshoh jakarlab Loyangni besib oldi. Tang sulolasi yana xavf ostida qoldi. Bu chaqda Uyg'ur urxun qag'aligida Buguxan qag'on bo'lgan edi. Chunki milodining 759-yili Bayanchur olamdan o'tib, o'rniga kichik o'g'li Buguxan oy tangrida qut bo'lmish el tutmish quch quluq bilga qag'on unvonida qag'on bo'lgan edi. Buguxanning yana bir ismi Il Tekin edi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, Yabg'u Tekin Chang'an bilan Loyangni isyanchilardan tozalagandan keyin Urxunga, Qora Balo So'g'onga qaytib ketgan. U ancha uzun o'tmay og'ir jinoyat o'tkazganligi uchun ehtimol Bayanchurni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lishi kerak. Shu sababdan o'ldirilgan edi. Buguxan Tang Suzongning erka o'g'li Tang Taizong
elchi orqali qilgan taklifiga binoan milodining 762-yili Asiyanni bostirishga yordam berish uchun Jungoga keldi. Bu chaqda Tang Taizong o'zining tunchi o'g'li Li Shi kelgusidagi podshoh Tang Dezongni Tang sulolasi qo'shinlariga bosh qo'mondon qilib tayinlab, bir qancha qo'mondonlarining hamrohligida Bu Guxonni qarshi olishga avatdi. Bu Guxon Tang sulolasining odamlarini ko'zga ilmadi. Nihoyat mag'rurona qiyofatda turdi. Bu Guxonning huzuriga kelgan Tang shahzodasi Li Shi va uning hamrohlari Uyg'urlarning urf-odatiga hurmat qilib, qoida bo'yicha uning oldiga kelganda Uyg'urcha usul o'ynashi kerak edi. Shu qoidaga ko'ra Tang qo'mondonlari Uyg'urcha usul o'ynadi, lekin Li Shi usul o'ynamadi. Bu Guxonning qo'mondonlaridan biri Li Shini usul o'ynashga qistiganda, uning hamrohlari "Shahzoda Li Shi yosh, go'dak, Uyg'urcha usulni texi o'rganishga ulgurolmagan" deb turib oldi. Buningga ochig'i kelgan Uyg'ur sarkardasi Tang qo'mondonlaridan bir nechini bog'latib, havo tapan qilib esib qo'yib, har biriga yuzdan kaltak urg'izdi. Shu kechasi Tang qo'mondonlaridan Vujuy qatorliq bir nechisi kaltak zarbasidan o'ldi. Uyg'urlarning qilmishidan norozi bo'lgan shahzoda Li Shi ittifoqini buzib, Uyg'urlar bilan urushmoqchimi bo'ldi, lekin bunda qilishning yaxshi oqibat kelmaydiganligini sezib, o'zini besib oldi. Milodining 762-yili Uyg'urlarning yordamini qo'lga keltirgan Tang sulolasi Loyangni isyanchilardan tortib oldi. Сөйгіннің oğlu Si Chaoyi Xebiga qechib ketdi. O'nglik Сөйгін boshchiligidagi bu isyon asosan besiqtirildi. Uyg'urlar Loyang'a kirganda nurg'un boyliqlarni qo'lga tushirdi. Loyang isyanchilardan tozalangan chaqda shaharga o't qo'yildi. Shahardagi uy imoratlar 20 kungacha kuyib turdi. Bu Guxon milodining 763-yili Jungodan o'z eliga ketadigan chaqda nihoyat nurg'un boyliqlarni aketdi. Bundaq boyliqlar xalqdan yig'ib olingan edi. O'nglik Сөйгін boshchiligidagi isyonni bostirishda Tang sulolasiga yordamga kelgan Uyg'urlar ag'durilib ketishga yuzlangan Tang sulolasi hokimiyatini qo'g'dab qoldi. Jungoning birligi tezdan asliga keldi. Ishlab chiqarish iziga tushib, xalq xotirjam turmush kechirishga boshladi. Mana shu jihatdan olganda Uyg'urlar o'nglik isyonni boshtirishda ijobiy rol o'ynadi. 7 yil davom qilgan, ya'ni 755-dan 762-yilgacha davom qilgan o'nglik Сөйгін isyoni Xanzu xalqi uchun qo'rqinchli balay ofatlarni keltirdi. O'nglik isyoni boshlanish harpisida milodining 754-yili Tang sulolasidagi aholining soni taxminan 53 million edi. Isyon bostirilganda bo'lsa, bu son 17 millionga tushib qoldi. 7 yil davom qilgan urushda, ocharchilikda va xilma-xil yuqumli kasallar bilan 36 million odam o'ldi. Tibet xonligi bilan bo'lgan urush. Isyon bostirilgandan keyin Tang sulolasi yana bir og'ir xavfli ahvolga duch keldi. Tang sulolasi qo'shinlarining ko'p qismi isyonni bostirishga safarbar qilinganligidan Jungoning g'arbiy shimol chegarasida mudofaada turgan qo'shinlar yo'tkab ketilgan edi. Chegara mudofaasida qoldirilgan qo'shinlar bo'lsa, soni oz ham sifati nachar, qiyri ojiz bo'lib qoldi. Tibet xalqi mana shunday fursatdan foydalanib, Gansuning Xishi koridorini besib oldi. Tibet xalqi milodining 763-yili 200 ming kishidan ortiq qo'shinni safarbar qilib, Gansuning Longshi noyasidan sharqqa qarab yurib, Shanshiga besib kirib, poytaxt Chang'anga yaqinlab keldi. Ichki urushlarda holdan ketgan Tang sulolasi Chang'anni mudofaa qilishda ojiz edi. Podshoh Tang Taizong poytaxtni tashlab chiqib, Shenju degan joyga qochib ketdi. Tibet qo'shinlari Chang'anga besib kirib, shaharga o't qo'ydi. Tibetliklar shahar ichidagi yoshlar, qizlar, hunarvanlarni ilib, o'z eliga qaytishga hozirlik qildi. Shu chaqda Tang sulolasi qo'shinlarining ichki ahvolini aniq bilmagan Tibetliklar o'zicha andishiga tushib, Chang'anni tashlab chiqib, Ningxianing Guyan nahiyasi, Gansuning Qingyan, Fingliang qatorliq joylariga chekinib, boshqadan hujum qilish paytini kutib turdi. Dal shu chaqda Tang sulolasining mashhur qo'mondonlaridan biri bo'lgan Uyg'ur Buku Qayin bilan podshoh Tang Taizong orasida kelishmaslik yuz berdi. Buku Qayin isyonni bostirishda ko'zga ko'ringida xizmat ko'rsatgan bo'lsa-mu, podshoh tarafidan qilingan iltifot yetarli bo'lmaganligi uchun u podshohga norozi bo'ldi.
Padişah onu paytaxtga chaqirganda Bükü Qayin orduga bormidi. Bu ishdan gumonlangan padişah Tang Taizong Guzini uni o'rniga harbiy vali qilib tayinladi. Buni anglagan Bükü Qayin bir necha 100 kishini egashtirib, Ningxia atrofiga qechib berib qo'shin to'pladi. Ondan keyin Uyg'ur qag'onligini o'ziga yordam berishga chaqirdi va Tibetliklar bilan aloqa bog'lab, Tang sulosini ag'dirishib tashlashga bel bog'ladi. Uyg'ur qag'oni Bükü Qag'on, Bükü Qayinga olib quluq tutuq yag'laqar Tekin qo'mondonligida 10 ming kishiga yaqin Uyg'ur otliq qo'shinni yordamga avatdi. Milodining 764-yili Bükü Qayin Uyg'ur qag'onligi bilan Tibet qag'onligidan yordam olgan va o'zi to'plagan bo'lib, bir necha 100 ming kishilik qo'shinni boshlab Chang'anga hujum qildi. Paytaxt nihoyatda jiddiy xavf ostida qoldi. Shu chaqda Tang sulolasining qo'mondoni Guziyi olib quluq tutuq yag'laqar Tekinning qarorgohiga berib, uning bilan so'zlashib, Uyg'urlarni qo'lga keltirib, Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasining do'stlik munosabatini asliga keltirib, Tibet qo'shinlariga qarshi urush qilishga erishdi. Bu ahvol yuz bergandan keyin poytaxt Chang'anning bosug'iga kelgan 100 ming kishilik Tibet qo'shinlari orqaga chekinib, Ningxiadagi Lingwu degan joyga kelib o'rinlashdi. Uyg'ur sarkardasi olib quluq tutuq yag'laqar Tekin milodining 765-yili Uyg'ur qo'shinlari boshlab qattiq so'qoqda, ya'ni birinchi ay atrofida Tibet qo'shinlari joylashgan Lingwu degan joyga yaqinlab keldi. Olib quluq tutuq yag'laqar Tekin dahshatli qor shivirgan bo'lib turgan kechasi Tibet qo'shinlarining chidirlarida uxlayotganligidan foydalanib, ularga tuyuqsiz hujum qilib, tong otqucha Tibet qo'shinlarining 50 ming kishini o'ldirib, qolgan qismini asir oldi. Bu urushqa Tang sulolasi qo'shinlari Uyg'ur qo'shinlariga moslashib jang qildi. Uyg'urlar Tibetliklar ustidan qozongan bu g'alabasida 1 milliondan ortiq chorva mol, to'ga, ot, kala, qo'y qatorliqlarni g'animat oldi. Tang sulolasining podshohi Tang Taizong Uyg'urlarning bu urushda yaratgan to'kpisini nazarda tutib, ularga 100 ming to'p shohid turdun hadiya qildi. Tang sulosini ag'dirib tashlash uchun isyon ko'targan Bükü Qayin milodining 764-yili Uyg'ur qag'onligi bilan Tibet qag'onligining yordamiga ega bo'lib, bir necha 100 ming jangchidan tarkib topgan qo'shinni otlantirib, Chang'anga hujum qilish uchun ketayotganda yo'lda 3 kasal bo'lib o'lgan edi. Jungo Malika qizlarining Uyg'ur qag'onlariga yotliq bo'lishi. Milodi 8-asrning 50-yillarida Sharqiy Osiyoda Uyg'ur urxun qag'onligi, Tang sulolasi, Tibet xonligi qatorliq 3 cho'ng davlat bo'lib, ularning bir-biri bilan bo'lgan munosabati nihoyatda jiddiy va murakkab edi. Bu chaqda Tang sulolasi burunqi saltanatlik, qudratlik ahvolni yo'qotib, ojizlashib qolgan edi. Uyg'ur urxun qag'onlik bo'lsa, Qutlug' Bilga qag'onning vaqtidan tortib kuchayishga boshlab, nihoyatda qudratli bir davlat holiga kelgan edi. Tibet xalqimi bir necha 100 ming kishilik qo'shinga ega davlat bo'lib, o'z qo'shinlariga, bo'libmi Jungoga pat-patla hujum qilib, uni qo'rqitib turadi. Jungoning Uyg'ur qag'onligi bilan Tibet qag'onligiga tutgan munosabati birdek emas edi. Tibet xalqi bo'lsa Jungoga tajovuz qilib kirib, Jungoning g'arbiy va g'arbiy shimolidagi territoriyasini besilishga intiladi. Uyg'ur qag'onligi bo'lsa Jungo territoriyasidan biror joyni besilish niyati yo'q edi. Shuning uchun Tang sulolasi Uyg'ur urxun qag'onligi bilan ittifoqlashib, Tibet xalqiga qarshi turish yo'lini tutdi. Tang sulolasi o'nglik va so'ygun isyonni bostirishga Tibet xalqidan yordam olmay, chunki Tibet xalqining qora niyatidan qo'rqatdi. Uyg'ur qag'onligidan yordam olgan edi. Shundan boshlab Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasi orasidagi inoq qo'shindorchilik munosabati siyosiy, harbiy, iqtisodiy jihatlarda bo'lib qolmasdan, balki qo'dilishish jihatdami o'z ifodasini topdi. Milodining 756-yili Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasi orasida tuzilgan bitimnomada Tang sulolasi Malika qizlarining Uyg'ur qag'onligining qag'onlariga yotliq qilinishini belgilagan edi. Uningdan tashqari, o'nglik isyoni bostirilgandan keyin Tang sulolasi har yili Uyg'ur qag'onligiga 20 ming to'p tovar turdun avatib turish majburiyatini ustiga olgan. Tang sulolasi bu majburiyatni taxminan 100 yil, ya'ni 757-yildan 840-yilgacha o'tdi. U ulpanni Jungoning saroy tarixchilari So'g'a salom degan chiroyli so'zlar bilan pardozlab yezib qo'ygan. Amaliyotda bo'lsa, har yili Uyg'ur qag'onligiga avatiladigan 20 ming to'p tovar turdun siliqdan boshqa narsa emas edi.
İki dövlət arasında tüzülgən bitimnaməyə görə miladining 758-yili Tang sulalası padşahı Tang Suzong öz qızı Malika Ninguni Uyğur xaqani Bayanchurga yatliq qildi. Bayanchur Tang sulalası Malikasining to'yliqi uchun yaramliq atdan 2000 ni avatdi. Buningdan boshqa 5 vazir Adiz boshchiligidagi 20 ming kishidan tarkib topgan qarshilish o'makini tashkillab Malikaning oldiga avatdi. Mana shu o'makning tarkibida qolgan Bayanchurning singisi Qutlug' Bilga beka boshchiligida 56 nafar beka qizlar Uyg'ur baglarining ayollari va qizlaridan tashkil topgan ayol qizlar o'makimi bor edi. Malika Ninguning o'z arzusi bo'yicha bo'lganda, u hech qachon o'ziga yot bo'lgan yiroq joydagi bir davlatning hukmroniga yotliq bo'lishni xohlamagan bo'ladi. Shunga Malika Ningu o'z otasi Tang Suzong bilan xo'shishib, qara Balasog'unga mangan chaqda hasratlik tinib ko'z yoshlarini oqqizib turib, "Davlat ishlari muhim, o'lsami buni o'kinmayman" degan. Demak, buningdan Malika Ninguning nihoyatda muhim siyosiy mas'uliyatni o'z ustiga olganligini bilish tas emas. Shunimi aytib o'tish kerakki, Malika Ningu qiz bo'lmasdan Bayanchurga yotliq bo'lishdan burun 2 qitim erga tekkan cho'kan edi. Bayanchur uning 3-ko'yisi bo'ladi. Malika Ningu Bayanchurga yotliq bo'lib 1 yildan keyin milodining 759-yili qolgan olamdan o'tdi. Uyg'urlar o'z qoidasi bo'yicha Malika Ninguni marhum Qag'an bilan birga dafn qilmoqchi bo'ldi. Malika Ningu Uyg'urlarning Xanzularning qoida usullariga hurmat qilishini o'tinib so'rab, tirik beti dafna bo'lib ketishdan aron qutulib qoldi. Ammo u chekisin tilib qon oqizib esa deb yig'lab, Bayanchurning vafotiga motam tutdi. Malika Ningu Bayanchurdan bola tug'magan edi. Shunga u Jungoga qaytarildi. Bayanchur olamdan o'tgandan keyin uning kichik o'g'li Bogoxon qolgan bo'ldi. Bogoxon Malika Ningu bilan Qara Balasog'unga birga kelgan Tang sulolasining xon qizlaridan biri bo'lgan Malika Shao Ninguga uylandi. Bu Malika Qara Balasog'unda 33 yil turdi. U shu mezgilning ichida 20 yil Bogoxon bilan hayot kechirdi. 779-yili Bogoxon o'ldirilgandan keyin bo'lsa 13 yil tulluqda o'tdi. Oxir 791-yili Qara Balasog'unda olamdan o'tdi. Malika Shao Ningu Bogoxondan 2 bola topgan edi. Bu bolalar milodining 779-yili Tun Baqa tarafidan o'ldirildi. Bogoxon qag'alliq qilgan vaqtida nihoyatda mag'rurlanib, qinqiniga patmay, Uyg'urlarning oddiy sodda hayot kechirgan odatlarini tashlab, ajoyib hayvatlik ordularni soldirib, rohat parastlikka berilib ketdi. U milodining 778-yili Jungoning hozirgi Tayyun shahriga hujum qildi. Tang podshohligining Day oblastining valisi Jang Guangshin qo'shin tortib kelib Uyg'urlarni chekintirdi. Tang sulolasi Bogoxonning bundaq yo'lsizligini surishti qilmay, burunqidaklar obdan muomalada bo'ldi. Bogoxon milodining 779-yili Jungoga yana hujum qilmoqchi bo'ldi. Shu chaqda bosh vazir Tun Baqa Tarqan ba'zi ma'lumotlarda Tun Baqa Bogoxonning tag'isi deyilsa, ba'zi ma'lumotlarda ukisi deyiladi. U Bogoxonga nasihat qilib, Tang sulolasi bilan do'stona o'tishini tashabbus qildi. Oldingi yillari Tayyuanga hujum qilib, o'ng'izsizlikqa uchirganligini aslatib o'tdi. Lekin Bogoxon Tun Yag'atarqaxonning gapiga quloq solmadi. Xeyli uzundan beri qag'alliq o'rnini tortib olishni o'ylab yurgan Tun Yag'atarqan Bogoxonning gapga kirmaganligini bahona qilib, Bogoxonni ham uning yaqinlaridan bo'lib 2000 kishini o'ldirib, o'zi qolgan bo'ldi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.